Assalomu alaykum savodashlar, qanday yaxshi turdinglarmi? Yaxshi. Siz çok. Alhamdulillah. I'm good. Hozir darsimiz boshlab ketildi. Darsimizga jiq vaqt qolmadi. Mush 6-oyda dars tugaydi. Undan keyin o'quvchilar hammanglar sizlar bir projekt ishlaysizlar. Bugungi darsda asosligimiz shu analog kirish va chiqishni so'zlaymiz. Today we're going to talk about analog read and write. Just this May we will talk about the Arduino. Then in June we will start projects. Yani 5-oyda dars so'zlab, 6-oyda asosan projectni ishlaysizlar. Projectni o'ylab keldinglarmi? Ben oylab bulamadım. Menma. Unda bo'lsa, sizlarga bir ulanmani avatimiz. Musha haftada unda bo'lsa fikrlashib, dada ashlar bilan endi bir projektni o'ylab chiqinglar. Agar o'zingni yolg'iz qilmasanglar, bir necha yil birlashib qilsanglar bo'ldi. Bo'lamdi? Uning keyin yana bir ish. O'quvchilar sizlar bir narsa so'zlasanglar bo'ldi. 6-oyda o'quvchilarga fursat beramiz. Agar yaxshi qila olganlar, o'zingizning projektlarni ishlaganlar, men 10 minut, 5 minut so'zlab beray desanglar, sizga so'zlash fursatini beramiz, bo'lamdi? Buni men qaytadan share qilsam bo'ladi ekranni. Analog raqamli signal deganlarni ko'rdinglarmi? Ekran ko'rindimi? Ha. Göründüğüm oğlum. Ha, yaxshi. Normalda kompyuterda ikki xil signal shakli bor. We have two types of signal. One is a digital, another is analog. Yani birisini analog deymiz, yana birisini raqamli signal deymiz. Men sizlarga buni tushuntirib o'tay. Normalda kompyuterlarda ishlatgan vaqtimizda burun shu ko'pincha raqamli signallarni olib qolgan. We only considered the digital signal, and there's a lot of things analog signal as well. Addiq misol qilib olsak, for example, bir misol nima degan chog'da, agar chiroqni yoqib o'chirsak, bu raqamli signal bo'ldi. If we turn on the light or turn off the light, the two status. If we turn on or turn off. Qaranglar, chiroqni yoqdik, ya'ni yondi, o'chirdik. Qarasanglar past turdi. Past tursa 0 holatda, yuqori holatda bo'lgan chog'da chiroq yondi. Bu ikki xil shakli bor. Ya'ni turn on, turn off deydi. Buni digital signal deymiz. Buni ya'ni raqamli signal deb ataydi. Ama qarasanglar 0 bo'lgan chog'da normalda volt soni 0 bo'ldi. Agar 1 bo'lgan vaqtida chiroq yongan vaqtida 5 volt bahli yuradigan gap. Chiroqni o'chiramiz, yondiramiz, o'chiramiz, yondiramiz. Bunday shaklda-chu. We turn on or turn off, turn on or turn off. Bunday deydi. Buni digital shaklda buni ishlatdik biron. Traffic light, ya'ni ma'voqa yo'l, qatnash yo'ldan kechishligini ishlatgan vaqtida 3 xil chiroqni yondirib qo'ygan to'q, tushunami? Uning keyindan yana birisini nima signal deydi desa, analog signal deydi. Analog signal degan vaqtida shu u shakli jiq bo'ldi. Masalan, 0 1 deb yondirib o'chadi emas, uningki to'lg'ash orqali kuchlikligini, ojizlikligini belgilaymiz. Bunda buni analog deydi. Masalan, qarab o'tsak 0 dan 5 gacha, ya'ni eng kuchli bo'lgani 5 bo'lsa, eng to'yini bo'lgan vaqtida 1 bo'lsa 0 1 2
2, 3, 4, 5 deb ashunaki yuqori qarta kuchlantirib mangdiq. Undan keyindan uni ojizlashtirib 5, 4, 3, 2, 1, 0 deb o'chirgan gap. Bu yana davomlashadi. Ashla davomlashmaydi. Sizlar shuni to'lg'ash orqali chiroqning kuchlik ojizligini belgilaysizlar. Buni analog signal deymiz. Analog signal is continuous. Yani davomlashadi. Continuous. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then from 5, 4, 3, 2, 1, 0. Then it just continues. Cycle deydi. Cycle. Just to go on like that. Bu aniq bo'ldimi? Qarasam masalan shu chiroqniki bu yerda knob deydi. Shuniki da to'lg'aydigan yeri bor. Knob. Ashuni to'lg'asanglar kuchlik ojizlikligi bag'ansi kuchlandi. Uning keyin eng kuchlikka bordi. Ana eng kuchlikka berib, uni yana ojizlashtirdik. Suslandirib, uning keyindan chiroq o'chdi degan gap. Ya'ni buni analog deymiz. Bu aniq bo'ldimi? Ha, muallim. Yaxshi. Mana ikki xil chiroqning shaklini ko'z oldingizga keltirsam bo'ldi. Just to think about this two types of signal. One is a turn on and a turn off. And another is you need to just adjust it. Hozir nimalarni o'rgandik degan chog'da hali jiq narsalarni o'rgandik. Hozir hozirroq komandalarni bir qo'l tushuntirib o'tay. Yeah, we learn a number of things. Yeah, one is Tinkercad, Arduino coding, C++, and then blocks, Scratch o'rgandik, shunami? Bir qancha narsalarni o'rganib o'tdik. Oldimizda yana bir necha narsalarni o'rganib o'tmoqchi. Shu ma'nolarni bir takrorlab o'tamiz hozir. Mana shu kodlarni bir qo'l tushunib olsanglar, o'zingizga foydali. Masalan, qanday desanglar, ish bo'lmagan chog'da sizlarga nisbatan o'zingizni yoza olasizlar. Hammadan muhim o'zlari yoza olsa eng yaxshi. Lekin ashuni tushunib olishning o'zi ham muhim. Masalan, ba'zilar deyishlar mumkin. Mana shu hozir ChatGPT degan narsalar bilan kodlarni yozib berdi deb tushunishlar mumkin. Lekin bu hammaimizni aql bermaydi. Masalan, Arduino'ga bunday chetishni ancha-muncha deb berdi, lekin sizga bir narsa loyihalab bermaydi. Sizga rasm shaklida qo'yib, uni qanday simulate qilib, uni taqlid qilishni taqib bermaydi. Tinkercadni qila olmaydi masalan. Sizga kodni ozroq yozib bera oladi, lekin yana nurg'un ishlarni taqib qila olmaydi. Unda bo'lgankin sizlar ChatGPT qila olmagan nurg'un ishlarni qila olasizlar. Tinkercadda simulate qila olasizlar. Har xil ishlarni olib bora olasizlar, yangi narsalarni loyihalay olasizlar, mundaqcha. Design deydi. Maybe you think that ChatGPT can do coding, but it's not enough. You can do a lot of things. We learned about Scratch. We learned about Tinkercad. Tinkercad is very special. ChatGPT cannot do it, cannot design a system. So today we're going to review what we learned in last lectures. Oldingi navbatda o'tgan darslarni ozroq takrorlab o'tay. Masalan, nimalarni o'rgandik degan chog'da ikki xil sistemni o'rgangandik. Birsi kirish, yana birsi chiqish deb. Input output system. Input output system. And input output system nisbatan ikki buyruq hammadan muhim degandik. Ya'ni read, write. For input and output systems, there are two commands is the most important. One is a read, and other is a write. For anything that we're going to, for the input systems, all we use read. For all the output systems, we use write, okay? Read and write. Read and write, okay? If it's a digital system, like this, like digital system, any digital system, we use digital write or digital read.
har qanday digital o'sha raqamli sistem bo'lsa, chiroqni yoqish o'chirish bo'lamdi. Mushuna bilan munosabat bo'lgan yana nurg'unlagan raqamli sistemlar bor. Raqamli sistemlarni agar o'qimoqchi bo'lsak, hammasini read, digital write deymiz. Qaranglar. Mana. Har qanday bir raqamli system, any digital system, we just use digital write, digital read, digital read. Agar bunda analog sistemlar bo'lsa, masalan chiroqlarni yoki bo'lmasa servolarni qanday qilamiz? Servolarni bundoq to'lg'aymiz. Shunlashqa eshik bevosita ochilib, bevosita yopilgan ish yo'q, tuyuqsizlar. Chuqur ma'lum bir yo'llarni besib, qadam bosqich bilan qildi. Shunlashqa uni analog sistemga tabi bo'ldi. U output bo'ldi. That's output system. So what we're going to do is for the analog system, we just do analog read, analog write, analog write. Mana shuni oldinglar. Ya'ni ikki xil sistema. Bu nurg'un narsalar chetishdi. Endi bu orqali yana nima ishlarni yapara olasizlar degan chog'da oldin qaptida sizga C++ o'rgatgandik. Murat Orxon o'qituvchi sizga dars so'zlab berdi. Shu if statement bo'lamdi, switch statement bo'lamdi, har xil sistemalar nimalarni buyruqlarni o'rgatdi. Undan keyin men serial communication dedim. Ya'ni sizlar nima bilan kommunikasiya qila olasizlar degan gap, aloqa qila olasizlar degan gap. Aloqa, communication, aloqa. Serial degan gap orqa ulanish yoki orqa aloqa. Sizlar nim bilan mana Arduino sistemi bilan siz bir aloqa qila olasizlar degan gap. Shunga shu bugungi narsalarda sizlar nimani mashq qilamiz degan chog'da musobaqa shu kodi to'g'riliq. Asosi bo'lgan shu buyruqlarni sizlarga bir mashq qildiramiz. Today we're going to mainly review the coding. For example, digital, analog, and conditional, and what we learned before. Undaqda qarab baqsaq, undaqda men yana bir qaytadan tushuntirib o'tay. Burun buni so'zlab o'tgandik. Analog, digital degan so'zlab o'tib, buni nega ulaymiz deb. Ulashninki o'ni analog input bo'lgan chog'da, if it's analog input, we only connect to analog in. You can see from the Arduino board or Tinkercad Arduino, you can see analog in. A1, A2, A3, A4, A5. They are analog input. Yani analog kirish. Analog kirish bo'lgan chog'da faqatla kirish sistemini ulay olasizlar. Bu yerga nima ulay olamiz? Nega ustas? Ma analog kirishga. Masalan temperatura chunki ashuni o'qishinglar kerak, shundanmi? Undan keyin ma kun nurni ko'makchi, masalan traffic ko'chchiligini avtomatik holda yasamoqchi bo'lsanglar, yandigan, o'chadigan qilib, shu kun nurni sezadigan sezgich, ya'ni nur sezgichni ishlatmoqchi bo'lsak, analog kirishga ulaymiz. Nur sezgich badanning temperaturini sezadigan, ovozini sezadigan, masalan degandekchi. Yoki bo'lmasa shu temperatura, nur sezgich ashlarning hammasi yoki potentiometrni ishlatib qoldim qaptida. Potentiometrga ham shu analog kirish, yana analog input nim qildik. Chunki shu kirish kerak. Ularning hammasi kirish bo'ldi. Shunga analog input. Undan keyin digital input output mishak bo'lindi. Ikkisi u nima qo'sh yo'linishlik. Shunga faqatlar digital analog write, analog in, uningki nimasini belgilash kerak bunga. Statusdagi holatini. Endi bu yerga digital input and digital output. Birisi digital input output ishlata olasiz to'pini, yana birisi analog chiqishga ishlata oladigan gap.
ya'ni qo'sh yo'nalishli bo'lg'achqa buni analog chiqishga ishlatgan bo'ldi. Analog chiqish ishlatgan vaqtida bu yerda bunaqa bir shakl bor, do'lqinsimon. Shu do'lqinsimon shaklga ulashtirsak, uning keyindan analog chiqishga tava bo'lgan bo'ldi. Do'lqin ABMS ko'katdim, signal analog chiqish bo'lgan chog'da u do'lqinsimon shaklda yapman oldi. Masalan 0 1 2 3 4 5 yuqori bo'ldi. Uning keyin 5 dan 4 3 2 1 0 deb bunaqa yapman oldi. Shu do'lqinsimon shakl bo'lg'achqa, shu mishalga do'lqinsimon shakl bo'lgan yerga ulasanglar bu analog bo'ldi. Buni keyin tushunib olsizlar. Hozircha shu qanday ulanish analog degan nima ekan, shu raqamli what's the digital, what's the analog and how they are connected degandekchi. Ashnasini o'qib olsanglar, bularni bir ko'rib chiqdik. Ele musobaqa shundan bo'ldi. Uning keyindan men sizlarga ba'zi bir misollarni beray. Masalan, analog write degan chog'da, masalan, oldingi navbatda so'zlab o'tgandik. Shu chiroqni suslantirgan. Buning murakkab fizika qismini so'zlab o'tmay, buningki ba'zi bir nimasi bor. Pulse wave modulation deb alayda bir fizikalik qismlar bor. U hozir murakkabroq. Shunga uni tushunib o'tmasangiz bo'ldi. Sizlar qanday qila olmayman deganni ashuni ishlatishni bilib o'tsangiz bo'ldi. Nega ulayman deganni. Undaqda buningki kodini yana bir so'zlab o'tay. Masalan, fading, ya'ni suslash. Ya'ni ashuni kuchlantirish yoki ojiz qilishchi. Ashuni fading deydi. Buni qilgan vaqtida normalda shu digital nima bo'lsa, bu yerdagi digital input output deb ishlatmoqchi bo'lsanglar, ashunga pin mode deb yeri bor. Holati degan gap. Ashunga pin modini belgilashimiz kerak normalda. Shu digital input output bo'lgan vaqtida pin modini input ya output deb olamiz. Shu ashirli bor. Ma kodga uning keyindan bu ikki bo'lak bor kodida. Birisi setup, uning keyindan loop. Setup degan chog'da xuddi mashina qo'zg'atgandek holati. Uning keyindan loop bo'lgan chog'da uniki mengish holati. Mengish holati bo'lgan vaqtida sizlar ashdan buyruq qilsizlar, qanday ishlarni olib bordi deysizlar, ashdan o'xshashchi. Uning keyindan pin mode tushunib olinglar. Bu ham bir necha komandalarni o'rgandik. Yana birisi, yana muhim bo'lgan bir komanda nima degan chog'da pin mode deydi. Mode uni holati. Pin degan gap shu put degan gap. Pin degani putti deb tushunib olsam bo'ldi. Bir narsaga ulmoqchi bo'lsanglar, ya'ni qaysi puti ulmoqchi. Masalan, bu yerda 9-puti debdi. Pin mode, ya'ni 9-putni output, ya'ni chiqish qildik deydi. Output, input output system degan to'q. Chiroq u chiqish sistemasi bo'ldi. Chunki u bizga nurni ko'kitadigan gap. Nur chachadigan gap. Unda o'yinkin u chiqish sistemasi. Shunga output deb olamiz. Hammasi cho'ng yozildi. Output cho'ng yozildi. If it's digital systems, we should decide if it's an input or output, because it has two directions. So we have to say if it's an input, we say input. If it's output, we say output. Then the status is decided by the pin mode. Okay, the pin mode. Then that is within the setup. The setup is the status initialization data. Initialization, initial. Yani dastlabki holati. Uning keyinda loop. Yani ashuniki mengish holati, davrilik. Loop. To'xtamay mengib turgani davrilik deydi. The loop. Dan davrilik davomli bo'lgan vaqtida uniki chiroqni kuchlantirdik, ojizlashtirdik, ya'ni suslantirdik, kuchlantirdik, ashuna o'xshash holatini, ya'ni loopni ichida to'xtamay ashuna epmagan gap. Ya'ni bu yerda for loopni allaqachon so'zlab bo'ldik. Murat o'qituvchi. Shunga buni qaytadan so'zlab o'tmayman. Masalan, sizlarga if deganni so'zladi, for deganni so'zladi. Mashinada for degan chog'da, ya'ni ma'lum bir yo'l bo'yicha 0 dan 255 gacha bo'lgan holatda mana shu 9-putni, ya'ni analog write ko'rdinglarmi?
Ben sizga aytgandim. Chiqish sistemasi bo'lgan chog'da write ni ishlatamiz. Analog bo'lsa analog, shuningdek analog write bo'lgan chog'da naq shu sistemani ya'ni brightness, uniki nurliq darajasini belgilayman degan gap. Ya'ni 9-nomorliknikining mana shu nurliq darajasini belgilasanglar shu chiroq yonadi. Yoki suslantiradi degan gap. Qanchinchi kuchlik darajasi. Undan keyin mana delay deb bor. Delay degan gap saqlash. Qancha saqlaymiz? Ya'ni 50 millisekund deydi. 50 millisekund saqlaydi ekan. Bundan savolinglar bormi? Yo'q. Buni burunqi o'tgan. Buni qaytadan takrorlayapman. Undaqda bu kodlarni azroq ko'rib o'tdik. Now we already reviewed some basics. Yeah. Now for the future, what we going to do? Undaqda bir mahsulotni loyihalamoqchi. Ma'lum bir narsani yasamoqchi. Sizlarga shuni topshirib qo'ygandim. Ma'lum bir narsa o'ylab kelinglar deb. If you going to make a product, ma'lum bir narsa yasamoqchi bo'lsanglar, nima shartlar bor? Mana shart deymiz, buniki dastlabki talabi. If you going to design, everything has a requirement. Ma'lum bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, uniki bir talabi bor. Masalan, bir universitetiga bormoqchi bo'lsanglarmi, bir talabi bor. Mana shu narsa o'tish kerak. Undan keyindan bozorga berib bir narsa sotib olmoqchi bo'lsanglarmi, uning ma'lum bir cheklama bor. Sizlar hargizmi berib iPhone sotib ololmaysizlar. Sizlar taqa kichik bolalar, uning bir ehtiyojinglar yo'q. Yana nurg'ulagan cheklamalar bor. Har xil narsalar bor. Men sizlarga so'zlab bitta yana birsi. O'sha ChatGPTni bahcha kishilar hozir kelgusidagi xizmatni olib ketadi deydi. Shuna bo'lamdi sizlarcha? Sizligini o'zida tuyamadim men boshdan nafas. Qaranglar, hozircha AI deydi, sun'iy aql bek taraqqiy qiladi. Sun'iy aql taraqqiy qilgan bilanchi kelgusidagi hamma xizmatni olib ketamdi, bu programming qilishning roli bo'lamdi deb har xil savollar bo'lyapti. Men sizlarga bir so'zlab beraman. Men sun'iy aqlda tadqiqot qilyapman. Doktorxonada ishlayapman. Shu sun'iy aqldan foydalanib, o'sha mahsulot yasash, kasalliklarni bartaraf qilish deb. Undaqda shu sun'iy aql kelgusidagi xizmatlarni olib ketamdi degan chog'da ba'zan xizmatlarni olib ketadi, lekin hamma emas. Masalan, burun shu nima deb olgandik? Calculator deb. Calculator degan chog'da hisoblash masalasi aslida yangi chiqqan vaqtida nima dedi desa, matematika o'qituvchilarininki xizmati bo'lmaydi, hamda matematika o'qituvchilar xizmatlarini orlab qoldi degandi. When a new calculator was maybe designed maybe 20-30 years ago, 30 yillarni oldida shu hisoblash mashinasi chiqqan vaqtida matematika o'qituvchilarining ham rol yo'q, o'qituvchilar hamda xizmatidan orlab qoldi degandi. O'qituvchilar orlab qoldimi? Yo'q. Yo'q, aynan. Matematika o'qitishi orlab qolmadi, faqat hisoblash mashinasini faqat tiz suratda bir narsani ya murakkab narsani ishlatish uchun ishlatdik. Biz texnik murakkab narsani o'ylashni dedik. Masalan, shu kun bilan yer sharining orlig'i deydi, nurninki surati deydi, ashunga o'xshash intayni taraq qiladigan murakkab narsalarga ishlatildi. Undan keyindan Excel deydi, Microsoft'ninki har xil nimalari bor. Word deydi, Excel deydi. Excel chiqqan vaqtida balkim hisobotchilar edi. Accountant hisobotchilar balkim xizmatdan orlab qoldi degandi. Chunki shu Exceldan foydalanib nurg'un ishlarni qilib oldi. Odatdagi odamlarmi har xil narsalarni hisoblab ketib olgan, hammani qilayotgan. Lekin bu accountant, ya'ni shu muhasabachchi deydi turkcha bo'lgan chog'da. Hisobotchilar, muhasabachchilar ular xizmatidan orlab qoldimi?
Adlab qolmadi. Lekin biz oddiy ishlarni qila oldik, lekin hisobotchilar texim murakkab ishlarni qila oladigan bo'ldi. Talab texim yuqori oshdi. Shunga ba'zan narsalarni biz har xil shu narsadan foydalanib, Excel'dan foydalanib ishlarni qila olamiz. Ammo uningga bo'lgan hisobotchilarningki texim yangi narsani o'rganishga turtkilik bo'ldi. Men inglizcha gapiray. 30 years ago, when calculator new discovered, the people think that the mathematicians or maybe mathematics teachers will lose a job. No, it didn't. But we can do a lot more complicated calculations. When Excel is like a new product, maybe 20 years ago, then the accountant did not lose a job. But we can do some work with Excel, but accountant learn more stuff. They can do more complicated work. Ndaxta hozir o'ylab boqaylik. Mushu AI chiqdi. AI chiqdi deylik. Balkim xiljiq ishlarni qilib bera oladi. Bizdan suratimizni bek tezlashtiryapti. Bir maqola yozib berang desa, 1 minut yozib bera oladi. And then necha 10 ming kitobni o'qib berang desa, 10 ming kitobni hammani o'qib berib bizga ashundan keyin nemisini chiqarib bera oladi. Nima to'g'riliqga ashlarni intayin tez suratda. Biz unga tez yetishib olmaymiz. Ammo nurg'un ishlarni qila olmaydi. Masalan, o'sin xat yoza olamdi? Yo'q. Faqat nurg'un ishlarni qilib keta olmaydi. Balkim qila olishi mumkin, ammo yana nurg'unlig'i murakkab ishlar bor. Men oldingi haftada gen to'g'riliq so'zlab bergandim. Genni yangi bosqich hech qanday chiqishlarni qilib boqqanim yo'q. Shunlash uchun sizlar yangi narsalarni kelgusida o'sha nimadan sun'iy aqldan foydalanib, texim murakkab narsa yasay olasizlar. Texim yaxshi narsa yasay olasizlar. Hozir nim deyotdi degan chog'da eng cho'ng olimlar, shu sun'iy aqlning olimlari nim dedi degan chog'da, sun'iy aql kishilarning o'rnini egallab ketamdi desa, yo'q. Sun'iy aql ne ishlatgan odam sun'iy aql ishlatmagan odamning o'rnini ep ketadi deyotdi. Mana tushundinglarmi? Kim sun'iy aqlni ishlatib, mana shu ish yapara olsa, sun'iy aqlni ishlatmagan odamning xizmatining o'rnini ep ketadi deydi. Shunlashqa siz sun'iy aqlni o'rganishinglar kerak. Mesela coding, shu nimalarni bilishinglar kerak. Buni bo'lgan chog'da kelgusanglar texmi yuriq bo'ldi, kelgusimi teximcha ishlarni qilib bera olasizlar, bo'lamdi? Bo'ldi. Ha. Oldimizda yaxshi. Yangi bir mahsulot yasashni so'zlashgan to'q. Yangi bo'lishimdan tayin bavosim bo'laverdi. Last time we talked about design. Chunki 6-oyda sizlar butunlay projectni ishlaysizlar. Biz faqat projektni tushuntirib o'tamiz. Shunlashqa sizlarga nisbatan talab nima degan chog'da ma'lum bir narsani o'ylab kelinglar. Bugun nimani chiqarib o'tamiz? Shu tizimlash jadvalini. Qanday projekt ishlaysizlar, ishlarni. Shunlashqa masalaga qanday mahsulotlarni qanday shaklda loyihalaymiz degan uchun so'zlab o'tay. Bir yaxshi mahsulot yasash uchun bir necha bir talablar bor. If we going to design a good system, a useful system, there are some rules or requirements. Requirement, abimda ayni so'zlab ketgan chog'da requirement to'g'riliqla so'zlab, jiq so'zlab ketib qoldim. Requirement bo'lgan chog'da uning talabi bor. Universitetga kirishning talabi bor. Requirement. Qanday bir narsani loyihalash uchun baldan bir talablarni qo'yadigan gap. Buniki shu MIT deydi. Amerikadagi eng doniq universitet ashlarni chiqargan bir qancha talablarni so'zlab o'tmoqchiman. MITga borganlar bormi? Nega? MIT degan Amerikaning doniq universitet. Muallim benim bir sualim bor. Ha, dana. Sualim bor muallim. Babam bor. Qachon topshiramiz? U topshirishni 6-oyda topshirasizlar. 6-oyda yana bir oylik vaqt, balkim 3 haftalik vaqt bor.
Muallim. Ha? Abi nasıl yazaş var o? Ben abi kağıttan yasandım. Lekin bundak balla bizning bir kuni bundak bizning uyga mehmon kelib bundak u yasagan narsani buzib ketgandi. Nima ish qilsam bo'ldi undan o'shash uchun. Onun için bir dersden keyin savol so'rang. Onun için video qilib qilsangiz bo'ldi. Agar bir narsa yasagan vaqtingizda shuni nim qilinglar, rekord qilinglar, shuni videoga tortib evarsanglar, shu bek muhim. Uning kendi yan birisi agar buzilib ketib qolgan bo'lsa, shuni bir rasm tortib yoki bo'lmasa savolingizni shuni qarab biz nim qilsak bo'ldi. Bir necha guruhlarga arib bir balaga mas'ul belgilab beramiz. Yani şu mas'ul kishi sizlar bilan endi bir so'zlashib, yani sizga yordam qilib bo'lamdi. Ma'qul. Undaqda bir narsa loyihalash uchun tuvankidek narsalar talablar bor, ha? Hammayam o mesajlarga bir narsa yozib turardi ekan. Chatga bir narsa yozmanglar. Unaqa qilsanglar, ma darsni nimasiga daxl yetkazsizlar tizimiga. Uning keyin qandaq narsalar qandaq yasaldi degan vaqtida birsi yangi narsa yasash yaxshiroq. Yangi deydi. Yangi degani new deydi. New. Uning keyin esa oddiy. Ya'ni simple. Har qanday narsani oddiy yasash kerak. Undan murakkab narsa yasab etib, biroqla murakkab robot u narsalarni yasayman demay, oddiydan qilishinglar kerak. Ya'ni bir qadamdan. Yana qanday narsa sizlarga hammadan muhim? Tapaqinglar. Foydali. Bir narsani yasamoqchi bo'lsanglar, qaysi sizlarga hammadan muhim deb hisoblandi? Bana foydali. Foydali, to'g'ri. Foydali bo'lish kerak. Ma'nochidan topib oldim. Benim Yana bir sualım vardı. Kullanıştan buluş gerek. Kullanıştan. Uning keyin bir qo'llanish uchun Muhit Muhit kızıyasız mı? Benim bir sualım vardı. Ha. Biz diyen Project Hub'dan biraz yazmışsak komanda. Yasamasanlar nimadan Tinkercad'dan simulate qilsanglar bo'ldi. Biz Project Hub'dan külüp yazsak komanda. Gapingizni aniq anlab qo'ydim qaytadan. Biz diyen Project Hub'dan yazıp çıksak komanda. Ashta qilsanglar bo'ldi. Project Hub'da nurg'ulg'an narsalar bor. Shu narsalarni do'rab yasab chiqsanglar bo'ldi, ha? Ma'qul. Yaxshi. Ash Project Hub'ga qarasanglar, bakchiq narsalar bor shundan ko'rib, lekin ashni bir tushuntirib beradigan bo'linglar. Amal va qanday qilsizlar degan chog'da ashni yozsanglar, undan keyin ashni video rekord qilib, ashni bir tushuntirib bera olsanglar bo'ldi. Ingliz so'zlab tushuntirsanglar bo'ldi, ingliz uyg'ur tushuntirsanglar bo'ldi. When you design a system, you can use the Project Hub. And then in the Project Hub, there are many different projects. You can use the same, that's fine. But you need to explain it, record it, and then you need to explain what the system is and how does it work. Bo'lamdi? Chunki u narsani yasagan vaqtingizda uchun ikki xil shaklda yazsanglar bo'ldi. Birisi simulate qilsanglar bo'ldi, Tinkercad simulationda. Masalan, sizlar bir ideani o'ttirib qo'yib, design idea. And then you just design the system, then you do just Tinkercad simulation. This is one Tinkercad simulation. Bu bir turi. Ikkinchi turi nima degan chog'da balkim Tinkercad'da simulate qilib bo'lgandan keyin uni Arduino orqali ba'zilarida bu materiallar bor. Ashni amaliy qilib baxsanglar bo'ldi. This is second step. The two ways. You can do only Tinkercad simulation, or maybe you can use the hardware. Just
use the Arduino to design the system, and you can just test it. Okay? Har xil murakkab narsani yasag'ili bo'ldi. Lekin mana murakkab varaq hamda sizlarga bir qo'r so'zlab o'tay. Hozir soat nechib ketdi? Hali vahib qolibdi. Men mana qisqacha so'zlab o'tay. Ma o'quvchilarning yasagan narsalari agar cho'ng musobaqa va musobaqa tushib musobaqada o'tgan vaqtidagi ma'lum bir sistema. Agar sizlar bir musobaqa tushmaydi desanglar-chi, mushni bir asos qilib olsanglar bo'ldi. If you wanted to attend a competition, just use this as the basis. Chunki mushunda o'qituvchilar sizga yordam bera oladi. Mushu dars jarayonida. Shunlashqa ma'lum bir musobaqa qatnashim degan vaqtingizda chuqur bir sistemali holat yasanglar. Agar normal dars uchun yazsanglar, umi bo'ldi. Lekin musobaqa uchun yazsanglar, uni intan sistemali holat yasamasanglar bo'lmaydi. Men oldingi vaqtda so'zlab o'tgan chaqda musobaqa uchunchi uni shartlari jiq. Boshqalar bilan sizlar undaq bahslashishinglar kerak. If it is for the competition, you need to design it very well. You need to understand the requirement, and you need to come up with various different plans. Sizlar ma'lum bir plan, ma'lum bir shu nimasida epishinglar kerak buni. Men sizlarga musobaqaningki bir nimasini gapiray, bir musobaqada o'tib chiqqan bir projekt bor. Ular qanday o'tib chiqdi degan vaqtida sizlar ular ma'lum bir shu guideline deydi. Ashuniki nimasi maxsus design rules shu loyihalashdanki qonuniyatga asosan, ya'ni ashuniki shartlarga asosan ish olib borgan. Ularniki uningki shartlari nima degan chaqda cost dedi, ya'ni bahosi arzon bo'lish kerak degan to'q. Uning keyin ease of use deydi. Uning qo'llanishchanligi, ease of use, qo'llanishchanligi yaxshimi? Ya'ni reliability degan Uyg'urchada uningki ya'ni haqiqiy, ya'ni reliable, ya'ni chidamchanligi yuqorimi degan ko'ktida, endi chidamchanlik, reliability bo'lgan chaqda. Shunga o'xshash shartlarni-chi ular qo'yib olgan. Qarsanglaylar. And then complexity deydi. Oddiyligi, oddiymi yoki murakkabmi? Code complexity. Undan keyin safety, bexatarmi? Bexatar bo'lamdi. Undan keyindan hardware complexity. Ya'ni o'sha qattiq detalniki, uningki qo'llanishchanligi, ya'ni oddiymi, murakkabmi? Uning bexatarligi, security bo'lgan chaqda uni bexatarmi, bexatar emasmi? Uniki sam bo'lgan chaqda yig'irmisi, yig'ib kelib, shu g'arib birsiga nomer qo'yadigan gap. Bir necha xil sistem loyihalab, bunda qilsam eng yaxshi bo'ldi-ku degan o'ylagan vaqtingda sizlarniki yasagan narsalar eng yaxshi bo'lib hisoblandi. Men musobaqa qilib qaratilgan. Normalda siz buni qilmasangiz bo'ldi, lekin aranglarda birasinglar bilan musobaqa qatnashishni xohlamsizlar? Ya planinglar bormi? Men qatnashishni xohlayman. Voy, yaxshi. Undan musobaqa qatnashishni xohlasangiz, men xat yozing. Sizni bu jihatda maxsus tarbiyalab yetishtiramiz, bo'lamdi? Yordam qilamiz. Yaxshi. Mushu musobaqa qatnashadiganlarga ayrim bir guruh tayyorlaymiz. Musobaqa guruhi deb, u musobaqa qatnashmoqchi bo'lgan guruhlarga maxsus o'qituvchi sizlarga bir yordam qilib, mushu proyektlarni tamomlashib, undan oxirida musobaqa qatnash uchun sizlarga yordam beramiz, bo'lamdi? Ma'qul. Ana keyin buni yasagan vaqtingizda har shakli bor. Har xil shaklga mau nima degan chaqda aqlli garaj deydi. Ya'ni mashina qo'yish uyi. Smart garage. Smart garage deb shu aqlli, ya'ni shaklda siz oldin qilgan bir necha narsani o'rganib o'tdinglar. Masalan, mau servoni o'rganib o'tdik. Undan keyin ultrasonic sensor deydi.
ularni o'rganib o'tdik. Nur sezgich deydi, temperatura sezgich deydi, har xil narsalarni o'rganib o'tib, ashlarni ishlatish orqali bir necha xil loyihalarni yasab chiqibdi mana. Loyihalar bir loyiha, ikkinchi loyihada mana keypad, keypadning kodlari azroq murakkab, shu buni so'zlamay o'tib ketdim. Undan keyin mana remote deydi, ya'ni yiroqdan kontrollash orqali etish, yepish, ashnaqa kontrollash shaklda yasab, 3 xil shaklni yasab, oxirida buni bitgandan keyin bu bitib mana buni aqlliq, ya'ni smart garage, bu yerda Arduino dan foydalanib yasagan bu narsalarni hammani. Bu yerda ultrasonik sensor deydi, nur sezgichlar va undan keyin yan eshiklar va undan keyin shu xuddi butunlay shu 100% shu aqlliq mashina to'xtash uyi qilib yasalib bitib chiqdi bu. Undan keyin bu sinab, uni ko'kitish orqali oxirida bular musobaqada o'tib chiqqanda bularni yasagan narsa shunday yaxshi bo'lib, ya'ni remote orqali ochilgan. Ya'ni buni qanday narsaga ishlatmoqchi degan vaqtida intayin qimmatbaholiq mashinalar bo'ldi. Anda mashinalarni qo'yib qo'ysa, uni xalqlar o'g'irlab ketolmaydi. Maxsus bexatarlik uskunalari va uni o'xshashchi. Ashlar narsalar orqali o'g'irlikni oldini oladigan bexatarlik shaklda, undan keyin intayin yaxshi narsalarni qilib, shunday narsani yasab chiqqan. Sizlar bundan murakkab narsani yasamasanglar nima, oddiy shaklda yassanglar bo'laverdi. Undaqda hozir darsimiz tugab qoldi. Mendinki bir necha narsalarim bor, qani. Undaqda hozir shu musobaqaga Ehson o'g'lim musobaqa tushasa, hozirmi qani 40 minutdek bo'lib qolibdi. Musobaqani hozir boshlasin hamda.